Yo'q, hammaga salom. Hozir men sizlarga bolalar qizlardan aqlliroqligini isbotlab beraman. Ketdi bo'lmas. To'xtang, savolim bor edi sizga. To'xtang. Hello, o'zbek tilida nima bo'ladi? Assalomu alaykum. Qizni tutdik. Birinchi savol. Passive voice nima va qachon ishlatiladi? Bilmayman. Alifboda A harfidan keyin qaysi harf keladi? B. Must, have to, should. Farqlari nimada? O'zini bilaman, lekin farqlarini bilmayman. Rahmat, ingliz tilida nima bo'ladi? Thank you. A and the artikllari qachon ishlatilmaydi? Cat ingliz tilida mushuk bo'lsa, unda kuchuk nima bo'ladi? It. Dog. Less va fever qachon ishlatilinadi? Bilmayman. 5 ingliz tilida nima bo'ladi? 5. Girgitton ingliz tiliga qanday tarjima qilinadi? O'zbek tilidan bilmayman-ku. Ana, ko'rdingizmi? Men sizga o'g'il bolalar qizlardan aqlliroq ekanligini isbotladim. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va girgitton so'zini tarjimasini ham yozib qoldiring.